Ko'pchilik kredit qanday undirilishini bilmas ekan, foydali bo'ladi deb ketaman. Ya'ni agar siz bankdagi qarzdorligingizni 1 oy, 2 oy to'lamasangiz, bank sizdan o'z pulini qanday qilib undirib oladi. Birinchi bo'lib bank qarzdorni yozma ravishda ogohlantiradi. Ya'ni qarzlarni o'z vaqtida to'lamasa, qanday oqibatlarga olib kelishini tushuntiradi. Qarzdorga yuborilgan xabarnomada asosiy qarz summasi, hisoblangan foizlar, peniya, komissiya bo'lsa komissiya hamda boshqa to'lovlar bo'lsa barchasi xabarnomada ko'rsatiladi. Agar ushbu ogohlantirishda ham qarzdor o'z majburiyatlarini bajarmasa, bank ishni sudga yo'naltiradi. Sud esa qaror chiqarib, uni MIBga yo'naltiradi va shu tartibda undirish amalga oshiriladi. Shu o'rinda qarzdorlarning bir huquqi bor. Ya'ni undiruvchi qarzdorni kechki soat 8:00 dan ertalabki soat 8:00 gacha qo'lga xabar berish yoki telefon orqali eslatma qilishi taqiqlanadi. Banklar sizdan xolaysizmi, xolamaysizmi aniq qarzini undiradi. Lekin bosim qilish, qo'rqitish yoki noqonuniy vaqtda bezovta qilish bilan emas. Shu o'rinda o'z huquqlaringizni biling va o'z navbatida majburiyatlaringizni ham o'z vaqtida bajarishni unutmang. Illo bankka qarzingizni bermasangiz ham omonatingizni topshirish vaqti kelganda yelkangizda qarz bilan ketmang. Shunga o'xshash bank faoliyatiga doir foydali va qiziqarli ma'lumotlarni bizning kanalimizga obuna bo'lib kuzatib boring. Bundan tashqari Telegram kanalimizga ham har kuni shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni berib boramiz. Telegram kanal havolasini esa profilimiz shapkasidan olishingiz mumkin.